Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Shifoxonalarda qariyalar, og'ir bemorlar yoki surunkali kasalligi bor insonlarga davolamaslik buyrug'i berilyaptimi degan gaplar odamlarni xavotirga solyapti. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, bobo-buvimiz, yoshi katta yaqinlarimiz bor. Agar siz shifoxonaga murojaat qilganingizda joy yo'q, yoshi katta, davolash foyda bermaydi, uyga olib keting degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha tinglang. Men bugun qonuniy tomoni, tibbiy tomoni, amaliy yo'llari va qanday hujjat talab qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot bir kun sizga yoki yaqinlaringizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik shifoxonaga borganda shifokor bemorni ko'rib, ahvolga qarab davolashga yotqizar edi. Albatta oldin ham joy masalasi, navbat, yo'llanma, tahlil, hujjat kabi talablar bor edi. Lekin odamlarda bitta ishonch kuchli edi. Agar ahvol og'ir bo'lsa, tez yordam olib kelsa yoki bemor hushsiz bo'lsa, shifoxona uni ko'rib chiqishi shart. Hozir esa odamlar orasida yangi qoida chiqibdi. Qariyalarni davolashmaydi. Falon yoshdan oshganlarga reanimatsiya berilmas ekan. Og'ir kasal bo'lsa, uyiga chiqarib yuborishar ekan degan gaplar tarqalmoqda. Men bunday gaplarni eshitganda birinchi navbatda odamlarni vahimaga tushmaslikka chaqiraman. Chunki tibbiyotda davolamaslik degan oddiy va umumiy buyruq bo'lishi mumkin emas. Shifokor bemorni yosh uchun emas, holati, tashxisi, hayotiy ko'rsatkichlari, davolash imkoniyati, xavf darajasi va tibbiy protokollarga qarab baholaydi. Lekin bu yerda muhim nozik masala bor. Ayrim holatlarda shifoxona bemorni aynan o'sha bo'limga yotqizmasligi, boshqa muassasaga yo'naltirishi, uy sharoitida davolanishni tavsiya qilishi yoki palliativ yordam kerakligini aytishi mumkin. Odamlar esa buni davolashmadi deb qabul qiladi. Ba'zan esa afsuski muomala noto'g'ri bo'ladi. Tushuntirish berilmaydi, yozma hujjat berilmaydi. Natijada oilada qo'rquv va g'azab paydo bo'ladi. Men ekspert sifatida sizga shuni aniq aytaman. Qariya bo'lgani uchun bemorni tibbiy yordamsiz qoldirish mumkin emas. Bemorning yoshi davolashni butunlay rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Agar bemorda insult, infarkt, nafas yetishmovchiligi, qon ketishi, og'ir infeksiya, hushdan ketish, bosimning juda tushib ketishi, shaqar komasi, jarohat yoki boshqa shoshilinch holat bo'lsa, unga tez tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. Bu insonning asosiy huquqi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa shoshilinch yordam bilan rejali davolanish bir xil emas. Masalan, 72 yoshli odamning tizzasi og'rib, yillardan beri artroz bilan yuribdi. U shifoxona borib, meni bugun yotqizing, operatsiya qiling desa, shifoxona navbat tahlil, yo'llanma, kvota yoki rejali tartibni talab qilishi mumkin. Bu holatda davolamaymiz degani emas, balki rejali davolanish degani. Lekin yediki yorinish tartib bor degan qisib chap qo'lga og'riq tarqasa, sovuq ter bossa, hansirasa, bu infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Bunday paytda avval poliklinikadan yo'llanma olib keling deyish to'g'ri emas. Bemorni zudlik bilan ko'rish, EKG qilish, qon bosimini o'lchash, kerak bo'lsa reanimatsion yordam berish zarur. Demak, muhim farq shunda, rejali muammo boshqa, shoshilinch holat boshqa. Ikkinchi masala, yoshi katta bo'lsa reanimatsiyaga olinmaydi degan gap. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Reanimatsiya bo'limi har doim eng og'ir bemorlar uchun. U yerda joy cheklangan bo'lishi mumkin. Shifokorlar bemorni qabul qilayotganda uning nafas olishi, yurak urishi, qon bosimi, kislorod darajasi, hush holati, buyrak va jigar faoliyati, qon tahlillari, kompyuter tomografiya yoki rentgen natijalariga qaraydi. Qaror faqat yoshga qarab emas, tibbiy ko'rsatkichlarga qarab qabul qilinishi kerak. Masalan, naqam 6 yoshli ayol pnevmoniya bilan keladi. Kislorod darajasi 78%. Nafas olishi juda qiyin, bosimi tushib ketgan. Bunday bemorga zudlik bilan kislorod, tomir orqali dorilar, antibiotik, reanimatsion kuzatuv kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda u qariya, foydasi yo'q deyish insoniy ham, tibbiy ham, huquqiy ham to'g'ri emas. Boshqa bir misol, 90 yoshli bemorda saratonning oxirgi bosqichi, ko'p a'zolar faoliyati to'xtashga yaqin, organizm kuchsiz, davolash kasallikni ortga qaytara olmaydi. Shifokorlar bunday holatda agressiv muolajalar foyda bermasligini, bemorga og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, suyuqlik va parvarish, palliativ yordam kerakligini aytishi mumkin. Bu tashlab qo'yish degani emas. Bu bemorga boshqa turdagi yordam kerak degani. Farqi juda katta. Uchinchi masala, kimlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak? Men bir nechta guruhni sanab o'taman. Birinchisi 15 yoshdan oshgan yurak qandi diabet
qon bosimi, buyrak, o'pka kasalliklari bor odamlar. Ikkinchisi insult yoki infarkt o'tkazganlar. Uchinchisi yura olmaydigan yotoq holatidagi bemorlar. To'rtinchisi xotira pasayishi, demensiya, Alsgeymer kasalligi borlar. Beshinchisi onkologik kasallikning og'ir bosqichidagi bemorlar. Bu odamlar shifoxonaga borganda hujjatlari, dorilar ro'yxati, oldingi tashxislari tayyor bo'lishi kerak. Misol uchun 70 yoshli erkakda qandli diabet bor. U 2 kundan beri ovqat yemayapti. Holsiz, og'zi qurigan, nafasda g'alati hid bor, hushyorligi pasaygan. Oila buni qarilikdan charchadi deb o'ylashi mumkin. Aslida bu diabetik ketoatsidoz yoki shakar komasi bo'lishi mumkin. Agar vaqtida tez yordam chaqirilmasa, ahvol og'irlashadi. Shifoxonaga borganingizda esa siz shifokorga aniq aytishingiz kerak. Qandli diabet bor, oxirgi shakar ko'rsatkichi falon, insulin yoki tabletka nomi falon. 2 kundan beri ovqat yemaydi. Hushida o'zgarish bor. Shunda shifokor vaziyatni tezroq tushunadi. Yana bir misol, 78 yoshli ayol birdan gapira olmay qoldi. Yuzining bir tomoni qiyshaydi. Qo'li kuchsizlandi. Ba'zi oilalar bosim chiqibdi, yotaversin deb vaqt yo'qotadi. Lekin bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Insultda vaqt juda muhim. Birinchi soatlar ichida ko'rsatilgan yordam keyingi nogironlik darajasini kamaytirishi mumkin. Bunday paytda hech qanday navbat kutmaysiz, tez yordam chaqirasiz va alomat qachon boshlangani daqiqasigacha aytasiz. Kimlar unchalik vahima qilmasligi kerak? Agar yoshi katta odamda yillar davomida bo'lgan bel og'rig'i, tizza og'rig'i, qon bosimi nazoratda, umumiy ahvoli barqaror bo'lsa, har safar shifoxonaga yotish shart bo'lmasligi mumkin. Bunday bemor poliklinika, oilaviy shifokor, tor mutaxassis, ambulator davolanish orqali nazorat qilinadi. Lekin vahima qilmaslik degani e'tibor bermaslik degani emas. Rejali tekshiruv, dorilarni vaqtida ichish, tahlillarni topshirish baribir zarur. Endi eng nozik joyga kelamiz. Shifoxona sizga yotqizmaymiz desa, bu har doim noqonuniy degani emas. Lekin ular nima sababdan yotqizmayotganini tushuntirish kerak. Masalan, bemor shoshilinch holatda emas, bo'lim profili mos emas, kerakli mutaxassis boshqa markazda reja asosida navbat bor. Davolash ambulator tarzda mumkin yoki bemorga palliativ xizmat kerak. Bular asos bo'lishi mumkin. Ammo xatolar ham uchraydi. Birinchi xato bemorni ko'rmasdan rad etish. Masalan, darvozada yoki qabulxonada joy yo'q. Ketinglar deyish. Og'ir ahvoldagi bemor avval ko'rilishi kerak. Ikkinchi xato yozma xulosa bermaslik. Agar bemorni yotqizishmasa, siz og'zaki gapga ishonib ketib qolmang. Iltimos ko'rik natijasi, tashxis, tavsiya va rad etish sababi yozilgan hujjat bering deb talab qiling. Uchinchi xato. Yoshi katta, davolash foydasiz degan umumiy ibora. Tibbiyotda bunday umumiy hukm emas, aniq tashxis va aniq holat bo'lishi kerak. Yana bir muhim nuansa. Bemor yoki uning yaqinlari ba'zan shifokordan mo'jiza kutadi. Masalan, bemor 15 yil qandli diabetni nazorat qilmagan, buyrak ishlashi yomonlashgan, yurak yetishmovchiligi bor, oyoqda yara paydo bo'lgan, infeksiya tarqalgan. Oilasi esa oxirgi kunda shifoxonaga olib kelib, darhol tuzating deydi. Shifokor yordam beradi, lekin organizmning zaxirasi cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, qariyalarni faqat og'irlashganda emas, oldindan nazorat qilish kerak. Palliativ yordam haqida ham alohida aytishim shart. Ko'pchilik palliativ yordamni endi davolashmaydi deb tushunadi. Aslida palliativ yordam og'ir, tuzalish qiyin yoki oxirgi bosqichdagi kasalliklarda bemorning og'irlig'ini kamaytirish, nafasini yengillashtirish, uyqusini yaxshilash, bosim yaralarining oldini olish, ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash, oilaga parvarish bo'yicha yo'l ko'rsatish demakdir. Ba'zan bu bemor uchun keraksiz, azobli muolajalardan ko'ra ancha insoniy va foydaliroq bo'ladi. Lekin palliativ yordam tavsiya qilinsa ham bu bemorni suvsiz, dorisiz, og'riq qoldiruvchisiz, qarovsiz qoldirish mumkin degani emas. Men aynan shuni alohida ta'kidlayman. Davolash maqsadi o'zgarishi mumkin, lekin yordam berish majburiyati yo'qolmaydi. Bemorni sog'aytirish imkoni bo'lmasa ham, og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, parvarishni tashkil qilish, oilaga ko'rsatma berish zarur. Yana bir pitfall rozilik masalasi. Har qanday jiddiy muolaja uchun odatda bemorning yoki qonuniy vakilning xabardor roziligi kerak bo'ladi. Ba'zan yaqinlar hujjatga imzo qo'yadi, lekin nima yozilganini o'qimaydi. Keyin bizga aytishmagan deydi. Men tavsiya qilaman. Har qanday rozilik yoki rad etish hujjatini o'qing. Agar tushunmasangiz, bu nimani anglatadi, qanday xavfi bor, muqobil yo'l bormi deb so'rang. Shoshilinch paytda ham imkon qadar aniqlik talab qiling. Boshqa nozik masala
bemor o'zi davolanishdan bosh tortishi mumkin. Masalan, qariya operatsiyadan qo'rqadi, reanimatsiyaga yotishni xohlamaydi, uyda bo'lishni afzal ko'radi. Agar u hushyor, aqli joyida qaror qabul qilishga qodir bo'lsa, uning fikri hisobga olinadi. Lekin oila buni to'g'ri hujjatlashtirish kerak. Shifokor tushuntirishi, bemor yoki vakil yozma ravishda qarorini bildirish kerak. Bu keyinchalik tushunmovchilikni kamaytiradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qariya yaqinlaringiz uchun doimiy tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta ko'chirmalari, oxirgi tahlillar, EKG, UT, rentgen yoki KT javoblari, oldingi kasalxonadan chiqish xulosalari, allergiya ro'yxati, ichayotgan dorilar nomi va dozasi bo'lsin. Masalan, enalapril mg ertalab, metformin 20 mg kuniga 2 mahal. Aspirin 7-5 mg kechqurun kabi aniq yozing. Bosim dorisi ichadi degan gap shifokorga yetarli emas. Ikkinchi qadam, shoshilinch belgilarini yodda saqlang. Ko'krak og'rig'i, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, bir tomonlama falajlik. Gap buzilishi, tinimsiz qusish, qora, najas yoki qon ketishi, juda yuqori yoki juda past bosim, shakar juda ko'tarilishi yoki tushishi, tana harorati bilan birga kuchli holsizlik, siydik chiqmay qolishi, yiqilib bosh urishi, tutqanoq, kuchli chalkashlik. Bular bo'lsa kutmaysiz. Tez yordam chaqirasiz. Uchinchi qadam, tez yordam kelganda aniq va qisqa ma'lumot bering. Kecha kechqurun soat 20 da gaplari chalkashdi. Bugun ertalab o'ng qo'li ishlamay qoldi. Bosim 190 ga biz qandli diabet bor, insulin oladi desangiz, bu juda foydali. Ahvoli yomon, bir qarab qo'ying desangiz, muhim ma'lumot yo'qoladi. Shifokorlar ham odam, ular vaqt bilan kurashadi. Siz qancha aniq gapirsangiz, yordam shuncha tez yo'naltiriladi. 4-qadam, shifoxonada bemorni yotqizishmasa, yozma hujjat so'rang. Men sizga aytiladigan jumlani tayyor qilib beraman. Iltimos, bemor ko'rikdan o'tgani, dastlabki tashxis, hayotiy ko'rsatkichlar, tavsiya qilingan davolash va yotqizilmaganlik sababi yozilgan xulosa bering. Buni xotirjam, hurmat bilan ayting. Baqirish, janjal qilish ko'pincha ishni qiyinlashtiradi. Lekin hujjat so'rash sizning huquqingiz. 5-qadam, agar bemor og'ir bo'lsa va baribir qabul qilishmasa, navbatchi mas'ul shifokor bilan gaplashishni so'rang. Men navbatchi mas'ul shifokor yoki bo'lim mudiri bilan gaplashmoqchiman deng. Vaziyatni tushuntiring. Agar kerak bo'lsa, tuman yoki shahar sog'liqni saqlash bo'limiga, ishonch telefonlariga, bemor huquqlarini himoya qiluvchi tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. Lekin murojaatingizda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, vaqt, shifoxona nomi, bemorning holati, kim nima dedi, qanday hujjat berildi yoki berilmadi. 6-qadam, shifokorning maslahatini ham eshiting. Ba'zan oila bemorni aynan bitta shifoxonaga yotqizishni xohlaydi. Lekin u yerda kerakli bo'lim yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, insult markazi boshqa joyda, yurak stenti qo'yiladigan markaz boshqa joyda, gemodializ kerak bo'lsa, maxsus bo'lim kerak. Agar shifokor bu yer emas, falon markazga boring desa, manzil, yo'llanma, transport tartibi va nima uchun u yerga borish kerakligini yozma yoki aniq og'zaki so'rab oling. 7-qadam, uyga chiqarilganda reja oling. Uyga olib keting degan gapning o'zi yetarli emas. Siz so'rashingiz kerak. Qaysi dorini ichadi? Necha kun, qanday dozada? Bosim yoki shakar qanchada xavfli? Qachon qaytib kelish kerak? Qaysi belgida tez yordam chaqirish kerak? Parhez qanday, yarani qanday bog'lash kerak? Yotoq bemorni qanday aylantirish kerak? Agar bemor yotoqda bo'lsa, bosim yaralarining oldini olish uchun har 2-3 soatda holatini o'zgartirish, terisini quruq saqlash, yetarli suyuqlik va oqsil masalasini shifokor bilan kelishish zarur. 8-qadam, dorilarni o'zingizcha qo'shmang. Qariyalarda bitta dori boshqa doriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, qon suyultiruvchi ichayotgan odamga o'zboshimchalik bilan og'riq qoldiruvchi berilsa, oshqozondan qon ketish xavfi oshadi. Buyrak faoliyati yomon odamga ayrim dorilar zarar qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ichib tuzalgan degan usul qariyalarda juda xavfli. 9-qadam, ikkinchi fikr olishdan uyalmang. Agar sizga davolash foydasiz deyishsa, lekin tushuntirish yetarli bo'lmasa, boshqa mutaxassisdan maslahat oling. Buning uchun hujjatlar kerak bo'ladi. Tashxis, tahlil, KT yoki UT javobi, shifoxona xulosasi. Og'zaki gap bilan ikkinchi shifokor ham to'liq baho bera olmaydi. Hujjat bor joyda aniqlik bo'ladi. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan oldindan gaplashib oling. Bu og'ir mavzu, lekin kerak. Qariya ota-onangiz qanday davolanishni xohlaydi? Og'ir holatda kim qaror qabul qiladi? Qaysi shifoxonaga olib boriladi? Hujjatlar qayerda turadi? Dorilar ro'yxati kimda bor?
Bularni oldindan bilish favqulodda paytda o'ylani sarosimadan saqlaydi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Qariyalarni faqat yo'sh uchun davolamaslik mumkin emas. Shoshilinch holatda yordam ko'rsatilishi shart. Lekin har bir holatning tibbiy mezonlari bor. Ba'zan rejali davolanish kerak bo'ladi. Ba'zan boshqa markazga yo'naltirish kerak bo'ladi. Ba'zan palliativ yordam eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Sizning vazifangiz vahimaga tushmaslik, hujjatlarni tayyor tutish, shoshilinch belgilarni tanish, yozma xulosa talab qilish va bemorning huquqlarini xotirjam himoya qilishdir. Men sizdan so'rayman, siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada joy yo'q, yotqizmaymiz. Uyga olib keting degan vaziyatga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, bobo, buvisi yoki yoshi katta yaqinlari bor insonlarga yuboring. Bu mavzuni bilish oddiy ma'lumot emas, ba'zan inson hayotini saqlab qoladigan amaliy bilimdir.